Gnezdoni haligacha nimaga ishlatilishini bilmaydiganlar bor ekan. Men sizlarga buni tushuntirib o'taman. Qaranglar, bu 0 dan 3 oygacha ishlatiladigan narsa bo'ladi. Bu bolajonning himoya vazifasini bajarib beradi. Ya'ni qanaqa? Mana kravatga yotqizasizlar, etbetga yotqizasizlar bolajonni. Shunda qo'ymaysizlar-da, aynan mana shu narsaga solib qo'yasizlar. Bu mana bu bortiklari bor-u, bolajonni himoya qiladi. Yonida yotganingizda ham yoki yonida bolajon yotganda ham bosib olmasligi uchun bu narsa o'ylab topilgan. Ichida shunaqa dekorativniy yostig'i bo'ladi va bortiki mana bu matrasdan ajraladi. Tegi zamokli. Bu yuvib ishlatishlik ham bemalol qulay deb hisoblanadi. Mamtada ipi bo'ladi o'rtoqlar. Xohlasanglar boshini bu tarafga, xohlasanglar boshini bu tarafga qilasizlar va o'sha 3-4 oygacha bemalol yotsa bo'ladi. Ito bular organik, biorganikdan o'rtoqlar, materiali gipoallergeniya hisoblanadi. Narxlari 485 ming so'mdan bo'lyapti. Bizda faqatgina hozir shu rangidan bor, boshqa ranglardan yo'q buni. Buni o'zi neytralni o'g'il qiz tanlamaydi. O'rtoqlar, olinglar, yaxshi narsa lekin juda ham kerakli.